çoğunla cemiyetteki kattı kişiler, ata-analar yaşlarını cemiyetinin işlerine katnaştırış lazım. Yaşlarının aldığını etiş lazım. Yaşlarga yol etip beriş lazım. Ularni hareket kılışqa qiziqtirish, vatan millatninki ishlariga ularning maslahatini elish, ularga yol etip berish lazım. Ularning ichidagi talantini, qobiliyatini o'ttirg'a chiqarish lazım. Bo'lmasa bu balalarni kichigidan tortib bu maktabda o'qiydi, cho'nglarning ishi bilan qari olmaslik kerak deb buni ayirib etsak, bu balalarninki talanti o'ttirg'a chiqmaydi. Cho'ng bo'lgan vaqtida xuddi hozirgi ko'plagan yoshlarga o'xshash hech qanday narsa bilan qarisi yo'q, o'zininki havoyi havasidan boshqani o'ylamaydigan odam bo'ladi. Shunga jamiyatning ishlariga yaşlarını katnaştırış gerek. Onundan keyin yaşlarımızda aldıgan dersi bir yerde Peygamber Aleyhisselam'ın özüge örnek kılıp cemiyette faydalı işlerini kılıdığan, özünün, milletinin, vatanının, dininin gemini yaydıgan, bu doğruda oylaydıgan, fikri kılıdığan, kandak kılganda bu milletini yükseltügül boludu. Qandaq qilganda milletimizningki ustidagi bu zulm qiyinchiliklardan qutulg'ili bo'ladi deganlarni tafakkur qilib o'ylab, onunga chora izlashga tirishadigan bo'lish lozim yoshlarimiz.